Qo'qon shahridagi Milliy gvardiya harbiy qismida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Hozir shu haqda. Qo'qon shahridagi 6-maktabning 10-sinf o'quvchisi Inoyatxon Umarova bugun birinchi bor otga minib, o'zini go'yoki malikalardek his qildi. Bu zavqli lahza unga Milliy gvardiya harbiy qismida o'tkazilgan ochiq eshiklar kuni tadbirida nasib etdi. Bu Inoyatxon uchun nafaqat otga minish, balki hayotida ilk bor harbiy qismga tashrif buyurgan kun ekanligi bilan esda qoladigan bo'ldi. Biz bu yerga kelib, harbiy ayollarni ham ko'rdik. O'zim ham harbiy bo'lgim kelib ketdi. Harbiy apalarimizga rosa ham havas qildim. To'g'ri, qiyini bor, lekin hamma narsani qiyinchiligi bilan yengib o'tamiz. Oxirida rohatini ko'ramiz. Qiyinchilik bo'lsa yengib o'tamiz. Tadbir davomida Inoyatxon singari o'quvchilar uchun harbiy xizmatchilar tomonidan turli ko'rgazmalar uyushtirildi. Yoshlar jangovar mahorat namoyishlarini tomosha qildilar. Qurol-aslahalar, maxsus jihozlar va harbiy texnikalar bilan yaqindan tanishdilar. Ko'rgazmalar davomida harbiy intizom, jasorat va sadoqat muhiti ham yoshlar qalbiga chuqur ta'sir qildi. Ushbu tadbirda o'tkazishdan ko'zlangan maqsad o'sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Muhtaram prezidentimiz tomonidan biz harbiylar uchun yaratib berilgan shart-sharoitlar, qurol-aslaha, harbiy texnika, ularning texnik tavsiflari bilan yaqindan tanishtirishdan iborat bo'lib, ularni kelajakda akalari singari komil inson, vatanparvar, mard, jasur inson bo'lib yetishlariga xizmat qiladi deb o'ylayman. Harbiy qismdagi bu uchrashuv Inoyatxon Umarova singari ko'plab yoshlar hayotida ilhom va yangi orzularga sabab bo'ldi. Yakunida faol ishtirokchilar rag'batlantirildi.